Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 8-15 mart kunlari uchun ob-havo prognozlari bilan tanishing. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8-martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. 9 va 11-15 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 10-martda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. 10-11 martda ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 9-10 martda ayrim joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja iliqdan 3-8 daraja sovuqgacha, kunduzi 7-12 daraja iliqdan 3 daraja sovuq, 2 daraja iliqgacha o'zgarib turadi. Buxoro viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 9-10 martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 10-11 martda ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 9-10 martda ayrim joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliqdan 3 daraja sovuq, 2 daraja iliqgacha, kunduzi 15-20 daraja iliqdan 3-8 daraja iliqgacha o'zgarib turadi. Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8-10 martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 11-15 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 10-11 martda ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 9-10 martda ayrim joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliqdan 3 daraja sovuq, 2 daraja iliqgacha, kunduzi 15-20 daraja iliqdan 3-8 daraja iliqgacha o'zgarib turadi. Viloyat shimolida kechasi 0,5 daraja iliqdan 3-8 daraja sovuqgacha, kunduzi 7-12 daraja iliqdan 3 daraja sovuq, 2 daraja iliqgacha o'zgarib turadi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8-mart va 12-15 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 9-10 martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 11-martda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 10-12 martda ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 10-martda ayrim joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliqdan 3 daraja sovuq, 2 daraja iliqgacha, kunduzi 15-20 daraja iliqdan 1-6 daraja iliqgacha o'zgarib turadi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 9-10 martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 10-11 martda ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 10-martda ayrim joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 7-12 daraja iliqdan 0,5 daraja iliqgacha, kunduzi 20-25 daraja iliqdan 7-12 daraja iliqgacha o'zgarib turadi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8-mart va 12-15 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 9-10 martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 11-martda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 10-12 martda ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi.
10-marta ayrim joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliqdan 3 daraja sovuq, 2 daraja iliqgacha, kunduzi 15-20 daraja iliqdan 1-6 daraja iliqgacha o'zgarib turadi. Respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 9-12-marta vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 10-marta ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliqdan 5-10 daraja sovuqgacha, kunduzi 3-8 daraja iliqdan 0-5 daraja sovuqgacha o'zgarib turadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: O'zgidromet.